Videoda yaqinlab tashlab qo'yinglar, srochniy video qilyapmiz. Agar vizangiz bo'lsa $799 dan, agar vizangiz yo'q bo'lsa $899 dan Toshkent Jidda premyer reysimiz bor. 20-yanvar kuni bir kun faqat bir kun Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha reysimiz bor. Ulgurib qolinglar, qarindosh urug' tanish bilishlarga sirraz tashlab qo'yinglar. Hozir srochniy video chiqaryapmiz. Ulgib qolgan ulgib qoldi. Lekin hozirgi kundagi asl narxlar $1050 dan o'zi standart plus paketimizni olishimiz kerak. To'g'risi, aka-ukalar, $150 dan bir kishiga sizlarga yonlangga cho'ntaklaringga qaytarib pul solib qo'ygandek bo'ladi, xudo xolasa. 10 kishi bo'ladigan bo'lsa $1,500 yonlangga qoladi, to'g'risi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov. Bugungi videomizda Umra safari haqida gaplashamiz. Videoda boshini ko'rgan bo'lsalaringiz, juda ham katta chegirma e'lon qilingan. Faqat bir kunga Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha premyer reysimiz bor. Xudo xolasa, shuni ekranda nomor bilan aloqa qilsalaring, operatorlarimiz sizlarga yordam berishadi. Chiroyli qilib joylarini bron qilib berishadi, xudo xolasa. Sirazi ishlaring xudo xolasa chiroyli bo'lib bitadi. Bunaqalar har kuni ham bo'lmaydi, chunki $1050, rasa borsa $1025 standart plus paketni chiqaryotgandik. Hozir $150 ga yaqin chegirma bo'lgan. Agar vizangiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha $800 ga xudo xolasa chiroyli qilib 14 kunlik umra safarimizni standart plus paketimizni borib chiroyli bo'lib ibodatlar qilib kelsalaring bo'ladi, xudo xolasa. Umra safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi, xudo xolasa. Madinada gostinitsa oraliq masofasi 200-300 metr atrofida bo'ladi, Makkada 1,5-2 kilometr atrofida bo'ladi. Xudo xolasa, yaxshi chiroyli sharoitlar bo'ladi. 4 yulduzli mehmonxonamiz bo'ladi. Xudo xolasa chiroyli ibodatlar qilib kelasizlar. Ovqatlar vaqtida bo'ladi, xudo xolasa. O'sha vaqtda kesalaring bo'ldi, ibodatlarni qilib, chiroyli qilib 14 kun mobaynida xudo xolasa mutaxassis 50 boshlarimiz sizlarni kutib olib, misol Jiddadan yoki Madinadan kutib olib, birgalikda sizlar bilan 14 kun mobaynida birga bo'lishadi. Ibodatlarni, ziyorat, sayohat hammasini birga sizlar bilan xudo xolasa qilishadi. Birgalikda chiroyli ibodatlar qilib kelasizlar, xudo xolasa. Xo'p, firmamiz tomonidan beriladigan sovg'alarimiz bor. Faqat o'sha bitta to'lov evaziga firmamiz tomonidan beriladi. Siz agar vizangiz bo'lib $800 to'lasangiz ham beriladi bu narsa, xudo xolasa. Vizangiz yo'q bo'lib $900 to'lasangiz ham beriladi bu narsalarimiz. Bejik beriladi, kamzilcha beriladi, keyin o'sha so'mgacha beriladi. Sizlarga juda ham o'sha zarur dokumentlar solsalaring bo'ladi. Bundan tashqari to'lovga keladigan bo'lsak, bank shot raqam tashab beriladi. Ekranda nomor bilan aloqa qilsalaring, operatorlarimiz bank shot raqam tashab berishadi. Eng yaqin bankka borib to'lov qilib berasizlar. Va cheki bilan zagan pasport tashab bersangiz, joylarni xudo xolasa chiroyli qilib bron qilib berishadi. Xo'p, ertaga 20-yanvar bo'lsa, 20-yanvardan 31-yanvargacha standart plus paketimiz o'zi asl narxi $1025 dan belgilangan. Haftaning 2 kunida seshanba va chorshanba kunlari Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha premyer reyslarimiz bor. Bir haftada bir marta Namangan Jidda yo'nalishi bo'yicha premyer reysimiz bor. Toshkentdan kunda-kunora reyslarimiz bor. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Operatorlarimiz chiroyli joylarni bron qilib bitkazib berishadi ishlaring, xudo xolasa. Litsenziya N0014 bemalol aloqa chiqarasizlar. Kelib ko'rib, Maygodan tekshirib olsalaring bo'ladi. Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar rasmiy ofis bor. Ofisga kelib tanishsalaring ham bo'ladi. Hammasi litsenziyaga ega, qonuniy, hammasi o'shunaqa qonuniy rasmiylashtirilgan. Mabodo Farg'ona Marg'ilonda yaqinroqda yashaydigan aka-ukalarimiz bo'lishadigan bo'lsa, bu xabarni eshitib hoziroq uchib ketamiz deyishadigan bo'lsa, bemalol kelib Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar stansiyada rasmiy ofisimiz bor. Bemalol kelib, ko'rib, tanishib, naqd pulda o'zbek so'mida bemalol to'lov qilsalaring bo'ladi. Rasmiy kassa ham bor. Bemalol to'lov qilaverasizlar. Yosh katta otaxon, onaxonlarga oyoqlari orishadigan bo'lsa, aravacha masalasiga keladigan bo'lsak, battan Farg'ona yoki Toshkent, Namangandan aeroportda bemalol o'sha o'zlaring bilan olib kelsalaring bo'ladi. Samolyot ortiqcha to'lov olmaydi. Bemalol agar xohlasangiz atdan olsalaring ham bo'ladi. 14 kunga sizlarga bepulga beriladi. Bemalol foydalanib o'sha qaytib kelganlarni topshirib kelsalaring bo'ldi. Muammo yo'q. Sovg'alarimizga keladigan bo'lsak, bundan tashqari mana hozir 3 ta sovg'a aytdim. Bundan tashqari o'sha bitta to'lov evaziga xudo xolasa 5 litr zamzam suv qaytayotganlaringni har bitta ziyoratchimizga bir dona alohidadan beriladi. Xudo xolasa zamzam suv olib kelib uydagilar xursand qilsalaring bo'ladi. Ancha to'liq ma'lumot berdim deb o'ylayman. Boshidagi ma'lumotlarga juda ham hushyor bo'linglar. O'sha yaxshilab eshitlaring, qarindosh urug' tanish bilishlar tashab qo'yinglar, manfaatli bo'ladi. Chunki siz tufayli bir yaqin qarindosh urug'ingiz, tanish bilishingiz, do'stingiz bir oilasi bilan, ota-onasi bilan borib keladigan bo'lsa, chiroyli ibodatlar qilib, mana shu O'zbekistonimizni tinch bo'lsin deb chiroyli duo qilib keladigan bo'lsa, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Tanjonlaring sog' bo'lsin, sog' bo'linglar. Yana ham chegirmali narxda chiqarishga harakat qilamiz. Yaxshi videolar ko'rishing sog' bo'linglar.